Tozalovchi serialining 97 qismi 18 noyabr 2025 yil soat 21:25 da Milliy TV orqali namoyish etilishi tomoshabinlarni navbatdagi keskin lahzalarga tayyorlaydi. Sana voqealar oqimiga shu qadar tabiiy singib ketadiki, epizod boshidan oxirigacha kuchli kutish hissi tugiladi. Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor degan go'yo yana bir bor asosiy nuqtaga aylanadi. Serial hayotiy haqiqat bilan ichki kechinmalarni uyg'un qo'sha olgani bilan ajralib turadi. Har bir obraz o'ziga xos teranlikka ega bo'lib, aktyorlar ijrosi hikoyaning og'ir, ammo ta'sirchan ruhini yanada kuchaytiradi. Rejissura ritmni mahkam ushlab turadi, sahnalar esa tomoshabinda chuqur fikr qoldiradi. 97 qism tomoshabin kutgan savollarga javob berishi bilan birga, kutilmagan burilishlar orqali serialning jozibasini yanada oshiradi. Tozalovchi har bir qismi o'z o'rniga ega bo'lgan, tomoshabinni o'ylashga majbur qiladigan eng muvaffaqiyatli loyihalardan biri bo'lib qolmoqda.